Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Jon Twitter. Xo'p, bugun Instagramda Kenja Ibro aytamizdan kelgan savolga javob beramiz. Men ham sizdagi inglizchada gapirishim uchun qancha o'qishim kerak? Savolingizga quyidagicha javob beramiz. Birinchi o'rinda maqsadni aniqlab olish kerak. Sababi siz speaking oshirmoqchimisiz yoki shunchaki IELTS olmoqchimisiz? Har ikkisida ham sizga 6 oydan 1 yilgacha vaqt ketadi. Nima uchun 1 yil maksimum? Siz savol berishingiz mumkin. Meni tanishim, meni o'g'lim, meni qizim, meni akam, meni ukam 2-3 yil vaqt sarflab qo'yib darajaga erisha olmayapti yoki past daraja olib qo'yishyapti deyishingiz mumkin. Bunga quyidagicha yondashish mumkin. Bunga 3 xil sabab bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinda hozirgi kundagi IELTS o'rganuvchilar va oldingilarning farqini keltirib beraman. Oldin o'quv markazi kam bo'lgan va o'quvchilar o'zi sidqi dildan harakat qilib, yaxshi niyat bilan shu o'qituvchidan daraja qilaman deb borib, o'zlari mehnat qilish evaziga daraja qilishgan. Endi hozirgi kunda manba ko'pligidan ba'zi o'quvchilar foydalanib yaxshi daraja olyapti. Ikkinchi tomondan natijali 2-3 yilda ham samarasini bermayapti. Nimaga? O'quv markazi tanlayverish, o'quv markazida o'qituvchilarni tanlayverish orqali vaqtingizni o'tkazib qo'yasiz. Chunki hamma o'zini metodikasidan kelib chiqib boshidan boshlaydi. Shu sababli yaxshi metodika, yaxshi manbalar bor zamonda bo'lib turib, disiplinasi bor o'quvchilar yaxshi darajalar olisha olyapti va ikkinchi tomondagi masalani tangan ikkinchi tomondagi odamlar esa vaqtni o'tkazib qo'yishyapti xolos. Ikkinchi sabab bu o'quv markazida o'qiyotgan insonlardagi eng katta xato. Grammatika kerak emas, vokabularni o'zi yetarli, internetdagi ba'zi bir vokabularlardan foydalanish uchun vaqtni ketkazish bu eng katta xato. Oddiy so'zlar bilan, oddiy vokabulary bilan B2, C2 darajagacha olib chiqishi iloji bor. Buning uchun to'g'ri grammatika, to'g'ri vokabularydan foydalanish. Uchinchi o'rinda internetning eng katta dushmanligi. Uchinchi o'rinda siz keraksiz bo'lgan internet manbalarini tomosha qilib o'tirasiz. Ba'zi bir academic wordslardan foydalanish orqali siz darajangizni 8.5 ga olib chiqishingiz mumkin degan miflarga ishonib qolganligingiz uchun darajangiz hali ham ko'tarilmagan. Uni foydalanishni o'zini yo'li bor. Sizga berilayotgan top 3 ta so'zlar, top 5 ta so'zlar yo'q, ular siz ham daraja qilsa bo'ladi. Buning uchun siz mehnat qilishingiz kerak. Kerakli manbani va o'qituvchi bergan yo'nalishda sidqidil qo'shimcha ishlab darajangizni oshirishingiz kerak. Va keraksiz manbalarni tomosha qilib o'tirishdan vaqtingizni tejashingiz kerak. To'g'ri, foydali, kerakli manbalar, kerakli ashyo, dalillar va kerakli savollarga javoblarni olish uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.